Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Killer. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib Sapphire 1 sborkasini kompyuterimizga o'rnatib, maza qilib o'ynashlikni o'rganamiz. Qani unday bo'lsa ketdi. Birinchi navbatda do'stlar, meni kanalimga kirib olamiz, menügaymiz. Albatta meni kanalimning silkasi opitsaniyada bo'ladi, video ostida. Va mana bu tashlagan modimni ochib olasizlar. Men ochib olganman. Mana bu yerdan save as qilib xohlagan joylaringga yuklab olasizlar. Men masalan downloadga yuklayman. Ketdi. Yuklab oldim. Endi bu yerdan chiqamiz. Faylni ochamiz. Downloadga o'tsak, mana shu mods papkasi turadi. Bu papkani hozir ocha olmaysizlar, ikkita bosib shunday ocha olmaysizlar. Buni ochish uchun mana bunday WinRAR deganni o'rnatib olamiz. Buni o'rnatish uchun albatta Google ga kirib WinRAR deb yozsalaring o'zi chiqadi va o'rnatib olaverasizlar bemalol. Buni o'rnatganimizdan keyin mana shu mods papkasiga kelamiz va mishkani o'ng tomonini bir marta bosib, mana shunga qaratib turib o'ng tomonini bir marta bosib extract to mods deb bosamiz. Va avtomatik o'zi bizga mana bu yerda mods papkasini ajratib beradi va shunday bossalang mana hamma modlar chiqadi. Xo'sh, modlarni payqab turamiz. Endi launcherga kiramiz. Launcherga kirib oldik mana obunachilar. Endi bu yerdan Forge 1.18.2 mana shu versiyaga qo'yamiz. Mana bu joyda bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda mods papkasi bo'ladi. Mana shunga kiramiz. Va mana bu mods papkasini ichidagi hammasini Ctrl A tugmasi bilan belgilab olamiz. Belgilab olganimizdan keyin shundoq bularni olib 114 ta mods papkasiga ko'chirib olamiz. Va mana mods papkasiga ham ko'chirib oldik. Endi mods papkasidan chiqamizda pastroqqa tushsak, hozir versions bo'lishi kerak. Mana versions, ya'ni versiyalarga kiramiz va bu yerdan mana Forge 1.18.2 ni topamiz. Va ichida mana bu yerda menda ozgina modlar bor ekan. Bularni o'chirib tashlayman. Mana bu o'zi mana shu 3 tasi turgan bo'ladi, bularga tegish shart emas. Va endi bunga ham mana bu modlarni hammasini ko'chirib o'tkazamiz. Mana ko'chirib o'tkazdik va endi obunachilar dan chiqamiz. Chiqib ketib endi nastroykasidan albatta FPS operativniy xotirani mana o'zlaringga moslab qo'yib olasizlar. Men endi 10 GB qo'yib qo'yganman. Menda 16 operativga, shuning uchun 10 qo'yib qo'yganman. Endi kamroq bo'lsa kamroq belgilar, hammasini berib qo'ymanglar. Hammasini belgilab qo'ysalaring, keyin hammasi Minecraftga ketaveradi operativga. Shuning uchun hammasini belgilamaymiz. Va mana o'rnatib bo'ldi. Endi enter the game deb bosamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentda yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Yangidan yangi kontentlarni o'tkazib bormaslik uchun albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Shu yaqin kunlarda stream bo'lish ehtimoli bor. Mana obunachilar, kirdik. Ko'rib turganlaringdek bu Sapphire va meni o'zimni Sapphire sborkam bor edi. Sapphire Killer etmi? Bunisi bo'lishi kerak. Mana hozir kirib ko'rsataman. Albatta men bundan video ham qilib chiqarganman. Hozircha videolarni to'xtatib qo'ydim Sapphiredan. Ammo yana Sapphiredan video qilish niyat bor. Nima endi chiqarishim mumkin. Emas. Mana bunisiga aytaman 100 bo'ldi. Hozir kiradi. Joining world. Mana. Mana o'sha karta. Bu yerda men qurol yasagandim, pistoletchi. Ayta Tinkerda oroli bor. Menda esa короче bir narsa bor. Ovqatlanamiz. Mana xuddi shunday qilib kirib o'ynasalar bo'ladi obunachilar. Mana jetpagim bor mana.
Agar shu videoni ostiga 10 ta like yig'ib bersalar, albatta biz Sapfir 1 sborkasini, ya'ni mana shu etabimni davom ettiraman. Ungacha esa sizlar bilan xayrlashgan holatda sizlar bilan men Killer bo'ldim. Goodbye.